Bugun men pensiya oladigan har bir inson va pensioneri bor har bir oilaga juda muhim masalani tushuntiraman. Gap 1 million 500 ming so'm atrofidagi to'lov, uni kim olishi mumkinligi, kim shoshilmasligi kerakligi. Qanday hujjatlar kerak bo'lishi va eng muhimi aldovga uchramaslik haqida ketadi. Bu ma'lumotni oxirigacha eshitmasangiz, pul olish imkoniyatini o'tkazib yuborishingiz yoki noto'g'ri joyga murojaat qilib vaqtingizni yo'qotishingiz mumkin. Shuning uchun hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu xabarni ota-onangiz, buvingiz, bobongiz yoki pensiya oladigan tanishlaringizga yuboring. Men avvalo masalaning eng muhim joyini oddiy tilda tushuntirib beraman. Ko'pchilik pensiya bilan bog'liq har qanday yangi xabarni eshitishi bilan demak, hamma pensionerga pul tarqatilyapti deb o'ylaydi. Aslida esa har bir to'lovning o'z tartibi, o'z manbasi, o'z sharti va o'z tekshiruv mexanizmi bor. 1 million 500 ming so'm haqida gap ketganda ham birinchi savol shunday bo'lishi kerak. Bu pul kimga, qaysi asosda, qaysi tashkilot orqali va qaysi muddatda beriladi? Ilgari odamlar ko'proq pensiya jamg'armasi bo'limlariga shaxsan borib, navbat kutib, ariza yozib, ma'lumotnoma yig'ib yurishga majbur bo'lardi. Hujjatdagi kichik xato ham odamni qayta borishga majbur qilardi. Masalan, pasport ma'lumoti bitta harf noto'g'ri yozilgan bo'lsa, bank kartasi boshqa ismda ochilgan bo'lsa yoki yashash manzili eski bazada qolgan bo'lsa, to'lov kechikardi. Hozir esa ko'p jarayonlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Bu qulaylik yaratadi, lekin shu bilan birga yangi mas'uliyat ham yuklaydi. Ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lishi kerak. Yangi tafsilotlarning eng muhim ma'nosi shundaki, pensioner o'z huquqini bilishi, lekin shoshma-shosharlik bilan begona odamlarga hujjat, karta raqami yoki telefoniga kelgan kodni bermasligi kerak. Men buni alohida ta'kidlayman. Davlat yoki rasmiy tashkilot sizdan Telegram orqali karta paroli, SMS kodi, bank ilovasi kirish ma'lumotlarini so'ramaydi. Agar kimdir 1 million 500 ming so'mni chiqarib beraman, faqat kartangiz kodini ayting desa, bu yordam emas. Xavfli holat. Endi kimlar bu masalaga jiddiy e'tibor berish kerakligini tushuntiraman. Birinchi navbatda yoshga doir pensiya oladigan fuqarolar o'z ma'lumotlarini tekshirishi kerak. Agar siz har oy pensiyani bank kartasi orqali olayotgan bo'lsangiz, kartangiz faolmi, muddat tugamaganmi, telefon raqamingiz bankda to'g'ri bog'langanmi, shuni aniqlab qo'ying. Chunki ko'p to'lovlar aynan mavjud pensiya hisob raqamiga tushiriladi. Agar karta ishlamayotgan bo'lsa, pul ajratilgan taqdirda ham amalda uni olish qiyinlashadi. Ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi oladigan fuqarolar. Bu yerda nogironlik guruhi muddatli yoki muddatsiz belgilanganligi, tibbiy mehnat ekspertiza ma'lumotlari bazada to'g'ri aks etgani muhim. Masalan, bir fuqaro ikkinchi guruh nogironlik pensiyasini oladi, lekin uning ma'lumotlari yangilanish kerak bo'lgan muddat o'tib ketgan. Bunday vaziyatda qo'shimcha to'lov bo'yicha tekshiruvda tizim savol tug'dirishi mumkin. Demak, pensioner yoki uning yaqinlari avval asosiy pensiya huquqi bo'yicha ma'lumotlar tartibda ekanini ko'rishi kerak. Uchinchi guruh o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladigan oilalar. Bu yerda ayniqsa bolalar, vasiylar, homiylar va bank hisob raqami kimning nomida ekaniga e'tibor beriladi. Misol uchun, ona 2 farzandi uchun o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan bo'lsa, qo'shimcha yordam yoki kompensatsiya bo'yicha murojaatda bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, vasiylikka oid hujjatlar va shaxsni tasdiqlovchi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Bunday oilalarda hujjatlarni oldindan tartibga keltirish juda muhim. Keling, oddiy hayotiy misol bilan tushuntiraman. Toshkent viloyatida yashaydigan 68 yoshli otaxon har oy 200 ming so'm pensiya oladi. Bank kartasi bor. Lekin kartaning muddati 2 oy oldin tugagan. U pensiyani naqd shaklda olishga o'tmagan, bankka ham bormagan. Agar qo'shimcha 1500 ming so'm to'lov uning pensiya hisobiga yuborilsa, pul tizimida ko'rinishi mumkin. Ammo kartadan foydalanish imkoni bo'lmaydi. Natijada u bankka borib kartani almashtiradi, keyin pulni oladi. Agar buni oldindan qilganida ortiqcha asab va vaqt ketmas edi. Yana bir misol. Samarqandda yashaydigan 72 yoshli onaxon pensiyani o'g'lining telefon raqamiga bog'langan karta orqali oladi. O'g'li boshqa shaharda ishlaydi. Telefon raqami ham o'zgargan. Bankdan tasdiqlash kodi kelganda onaxon hech narsani tushunmaydi. Shunday holatda firibgarlar sizga pul tushadi deb qo'ng'iroq qilsa, onaxon ishonib qolishi mumkin. Men bunday vaziyatda yaqinlarga aytaman.
Pensionerning kartasi, telefon raqami va bank ma'lumotlari uning o'zi yoki ishonchli vakil nazoratida bo'lsin, lekin begonalarga hech qachon berilmasin. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar siz pensiyangizni muntazam olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz tartibda bo'lsa, karta faol bo'lsa, telefon raqamingiz ishlayotgan bo'lsa, unda vahmaga tushmang. Sizning vazifangiz rasmiy xabarlarni kuzatish va kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasi yoki mahalla orqali aniqlik kiritish. Har kuni turli guruhlarda tarqaladigan bugun oxirgi kun faqat hozir ariza yozgan oladi. Kartangizni yuboring degan xabarlarga ishonmang. Rasmiy to'lovlar shaxsiy telegram xabarlar orqali emas, belgilangan tartib asosida amalga oshiriladi. Shu o'rinda men 1.500.000 so'm degan raqamning o'zi haqida ham ehtiyotkorlik bilan gapiraman. Bunday summalar ba'zan bir martalik moddiy yordam, bayram arafasidagi qo'llab-quvvatlash, alohida toifadagi fuqarolarga kompensatsiya yoki hududiy dastur doirasidagi yordam sifatida e'lon qilinishi mumkin. Lekin har bir pensionerga avtomatik beriladi degan gapni faqat rasmiy qaror, rasmiy xabar yoki vakolatli tashkilot tasdiqlasa, shunda aniq deyish mumkin. Men ekspert sifatida sizga maslahat beraman. Avval manbani tekshiring, keyin harakat qiling. Endi istisnolar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat: ro'yxatda bor bo'lish boshqa, pulni amalda olish boshqa. Ba'zan fuqaro to'lov huquqiga ega bo'ladi, lekin bank hisobida muammo bo'ladi. Masalan, karta bloklangan, bank hisob raqami yopilgan yoki fuqaroning shaxsiy ma'lumotlari eski pasport bilan qolgan bo'ladi. Shuning uchun menga pul tushmadi degan odam avval o'zining pensiya to'lov kanali ishlayotganini tekshirishi kerak. Ikkinchi nozik jihat: vafot etgan pensioner nomiga to'lov masalasi. Agar pensioner vafot etgan bo'lsa, uning pensiyasi, dafn puli yoki olinmay qolgan pensiya summalari alohida tartibda ko'rib chiqiladi. Buni qo'shimcha 1.500.000 so'm to'lov bilan aralashtirib yubormaslik kerak. Merosxo'rlar yoki oila a'zolari pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, aynan qaysi pul, qaysi davr uchun va kimga berilishini aniqlash kerak. Bu yerda taxmin bilan ish qilish noto'g'ri. Uchinchi nozik jihat: pensioner chet elda bo'lsa, ba'zi fuqarolar O'zbekistonda pensiya oladi, lekin vaqtincha farzandlarinikiga chet elga ketgan bo'ladi. Ularning bank kartasi O'zbekistonda ishlashi mumkin, lekin shaxsiy tasdiqlash, hujjat yangilash yoki yashash holatini aniqlash kerak bo'lsa, muammo chiqadi. Bunday vaziyatda yaqinlari qonuniy ishonchnoma asosida ish yuritishi mumkin. Ammo ishonchnomasiz begona odam orqali pul yetish keyinchalik katta nizoga olib kelishi mumkin. To'rtinchi nozik jihat: mahalla ro'yxatlari. Ba'zan moddiy yordamlar ijtimoiy himoya, mahalla yoki hokimlik tizimi orqali ajratiladi. Bunda nafaqat pensionerlik maqomi, balki oilaning real daromadi, yolg'iz yashashi, nogironligi, boquvchisi bor yo'qligi, parvarishga muhtojligi ham hisobga olinadi. Masalan, ikki pensioner er-xotin bir uyda yashaydi. Farzandlar ularni ta'minlaydi, o'z uy-joyi bor. Boshqa tomonda esa yolg'iz onaxon bor. Pensiyasi kichik, dori-darmonga ko'p pul sarflaydi. Ijtimoiy yordamda ikkinchi holat ustuvor ko'rilishi mumkin. Shuning uchun hamma pulni bir xil tartibda oladi deb o'ylash doim ham to'g'ri emas. 5-nozik jihat: qarzdorlik va ijro hujjatlari. Agar pensionerning bank kartasiga ijro byurosi tomonidan cheklov qo'yilgan bo'lsa, ayrim tushumlar bo'yicha ushlab qolish masalasi yuzaga kelishi mumkin. Pensiya va ijtimoiy to'lovlarga nisbatan alohida qoidalar mavjud. Lekin amaliyotda bank, ijro va to'lov manbasi o'rtasida aniqlik kiritish kerak bo'ladi. Agar sizda kredit, aliment, jarima yoki boshqa qarzdorlik bo'yicha blok bor bo'lsa, oldindan bank va tegishli idoradan ma'lumot oling. Yana bir muhim xavf: internetdagi soxta havolalar. Men ko'p ko'ryapman, odamlar pensionerlarga 1.500.000 so'm beriladi, ro'yxatdan o'ting degan havolani bosadi. Sayt rasmiyga o'xshaydi, lekin aslida firibgarlar sahifasi bo'ladi. U yerda ism, pasport, karta raqami, amal qilish muddati, hatto SMS kod so'raladi. Shundan keyin kartadagi pullar yechib olinadi. Esingizda bo'lsin. Pul olish uchun karta paroli yoki SMS kod kerak bo'lmaydi. Rasmiy organlar hech qachon kodingizni ayting, pul tushiramiz demaydi. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam: ma'lumot manbasini tekshiring. Agar 1.500.000 so'm haqida xabar eshitsangiz, darhol uning qayerdan chiqqanini aniqlang. Rasmiy hukumat portallari, pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya milliy agentligi.
mahalliy hokimlik yoki bankning rasmiy kanallari orqali tasdiq bormi? Shuni ko'ring. Agar xabar faqat anonim Telegram kanalda bo'lsa, ehtiyot bo'ling. Ikkinchi qadam. Pensionerning shaxsiy hujjatlarini tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishini tasdiqlovchi ma'lumot, bank kartasi yoki hisob raqami, yashash manzili, telefon raqami kerak bo'lishi mumkin. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, yaqin qarindosh qonuniy ishonchnoma bilan murojaat qilgani ma'qul. Men qo'shnisiman, men olib beraman degan og'zaki kelishuv keyin muammo tug'diradi. Uchinchi qadam, bank kartasini tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Karta bloklanmaganmi? Bank ilovasiga kirish imkoniyati bormi? Shularni aniqlang. Agar pensioner bank ilovasidan foydalanmasa ham, bank filialiga borib, karta holatini bilib olishi mumkin. Ko'pincha muammo pul ajratilmaganda emas, aynan karta yoki hisob raqamidagi texnik holatda bo'ladi. 4-qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki mahallaga murojaat qilish tartibini biling. Agar to'lov pensiya tizim orqali berilsa, pensiya jamg'armasi ma'lumot beradi. Agar u ijtimoiy yordam sifatida ajratilsa, mahalla yoki ijtimoiy himoya mas'ullari tushuntiradi. Murojaat qilganda menga pul bering deb emas. Mening toifam bo'yicha 500 ming so'mlik to'lov yoki yordam nazarda tutilganmi? Ma'lumotlarim ro'yxatda bormi? Qaysi hujjat kerak deb so'rash kerak. Savol aniq bo'lsa, javob ham aniq bo'ladi. 5-qadam, yozma murojaat qilishdan qo'rqmang. Agar og'zaki javob tushunarsiz bo'lsa, ariza yozing. Arizada ism, familiya, pasport yoki ID karta ma'lumotlari, yashash manzili, telefon raqami, pensiya turi va so'rov mazmunini ko'rsating. Masalan, menga yoshga doir pensiya tayinlangan. Ommaviy axborot vositalarida pensionerlarga 1,5 million so'm miqdorida to'lov berilishi haqida ma'lumot tarqaldi. Ushbu to'lov bo'yicha mening huquqim bor yo'qligini va zarur hujjatlar ro'yxatini ma'lum qilishingizni so'rayman. Shunda yozilsa, tashkilot sizga aniq javob berishga majbur bo'ladi. 6-qadam. Yaqinlaringiz bilan birga harakat qiling. Keksalar ko'pincha telefon orqali aldovga tezroq ishonadi. Chunki ular rasmiy va norasmiy xabarni ajratishga qiynalishi mumkin. Farzandlar, nevaralar va qo'shnilar bu yerda yordam berishi kerak. Lekin yordam degani pensiyaning kartasini olib qo'yish emas. Yordam degani hujjatni tartibga keltirish, rasmiy joyga birga borish, xabarni tekshirish, tushuntirib berish va himoya qilishdir. 7-qadam, agar pul tushmasa vahima qilmang. Avval bankdan hisob holatini tekshiring. Keyin pensiya jamg'armasidan sizning ma'lumotlaringiz to'g'ri yoki yo'qligini so'rang. Agar to'lov mahalla orqali bo'lsa, mahalla raisi yoki ijtimoiy xodimdan ro'yxat va mezonlar haqida ma'lumot oling. Agar siz haqiqatan ham huquqli bo'lsangiz, lekin sizni ro'yxatga kiritishmagan bo'lsa, yozma murojaat qiling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. 8-qadam, har qanday to'lovni hujjat bilan tasdiqlang. Agar sizga pul naqd beriladi, deyishsa, kim beradi? Qaysi dalolatnoma asosida? Imzo kerakmi? Kvitansiya bormi? Shularni so'rang. Rasmiy yordam hech qachon yashirin tarzda hech kimga aytmang deb berilmaydi. Agar kimdir sizdan xizmat haqi so'rasa, masalan, men 5 million so'm chiqarib beraman, 200 ming so'mini menga berasiz desa, bu juda shubhali holat. Bunday vaziyatda tegishli organlarga xabar berish kerak. Men yana bir amaliy misol keltiraman. 75 yoshli bu mahallaga boradi va menga pul tusharmish deydi. Agar u shunchaki shunday desa, unga umumiy javob berishlari mumkin. Lekin u pasporti, pensiya ma'lumoti, bank kartasi bilan borib, men yolg'iz yashayman, pensiyam 1,1 million so'm, dori-darmon xarajatlarim bor. Shu yordam bo'yicha ro'yxatga kiritilishi mumkinmi desa, masala ancha aniq ko'riladi. Ya'ni pensioner o'z holatini faktlar bilan tushuntirishi kerak. Yana bir misol, 66 yoshli erkak pensiya oladi. Lekin ro'yxatda familiyasi eski hujjat bo'yicha qolgan. Bank kartasi yangi ID karta bo'yicha ochilgan. Tizimda mos kelmaslik chiqadi. U davlat pul bermadi deb xafa bo'ladi. Aslida muammo ma'lumotlar mos emasligida. Bunday holatda pensiya jamg'armasiga borib hujjatlarni yangilash kerak. Shundan keyingi to'lovlar muammosi tushishi mumkin. Eng muhim tavsiyam shuki, 1,5 million so'm haqidagi har qanday xabarni 3 ta savol bilan tekshiring. Birinchi savol, manba rasmiymi? Ikkinchi savol, men qaysi toifaga kiraman? Uchinchi savol, pul olish uchun mendan nima talab qilinyapti? Agar talab qilinayotgan narsa SMS, kod
karta paroli yoki oldindan pul to'lash bo'lsa darhol to'xtang. Agar talab qilinayotgan narsa pasport, pensiya ma'lumoti, ariza va rasmiy murojaat bo'lsa, bu odatiy tartib bo'lishi mumkin. Bugungi mavzuda men sizga 1.500.000 so'm atrofidagi to'lov masalasida eng muhim narsani tushuntirdim. Hamma gap rasmiy asos, toifa hujjat va to'g'ri murojaatda. Pensionerlar avvalo hujjatlarini, bank kartasini, telefon raqamini va pensiya ma'lumotlarini tartibga keltirish kerak. Yaqinlari esa ularni firibgarlardan himoya qilishi, rasmiy manbalarni tekshirishi va kerak bo'lsa birga murojaat qilishi zarur. Agar siz pensiya olsangiz yoki oilangizda pensioner bo'lsa, bu masalaga befarq bo'lmang. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda 1.500.000 so'm haqida qanday ma'lumot berishyapti? Mahalla yoki pensiya jamg'armasidan javob oldingizmi? Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta pensioner tanishlaringizga yuboring. Chunki vaqtida tekshirilgan bitta to'g'ri ma'lumot kimningdir pulini, vaqtini va asabini saqlab qolishi mumkin.